Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizning 15-moddasiga yetib keldik. Demak, mansabdor shaxslarning ma'muriy javobgarligi. Mansabdor shaxslar boshqaruv tartibini, davlat va jamoat tartibini saqlash, tabiiy muhitni, aholi sog'lig'ini muhofaza qilish sohasidagi belgilangan qoidalarga bajarilishini ta'minlash, o'z xizmat vazifalariga kiradigan boshqa qoidalarga rioya etmaganligi bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi lozim. 16-moddamizda harbiy xizmatchilar va intizom ustabini tatbiq etiladigan boshqa shaxslarning ma'muriy javobgarligi. Bu yerda harbiy xizmatchilar va yig'inga chaqirtirilgan harbiy xizmatga majburlar, ya'ni shuningdek ichki ishlar organlarining hamda Milliy gvardiyasining oddiy askarlari va boshqa tarkibga mansub shaxslar ma'muriy huquqbuzarlik uchun intizom ustablariga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Misol qilib oladigan bo'lsak, mazkur shaxslar ijro hujjatini ijro etmaganligi, sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunchilikni, davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasidagi qonunchilikni, yo'l harakati, ov qilish, baliq tutish, baliq zaxiralarini saqlash, bojxona qoidalarini buzganligi uchun asosiy ma'muriy javobgarlik bo'ladi. Ya'ni yuqorida ko'rsatilgan shaxslarga nisbatan ma'muriy qamoqqa olish choralari qo'llanishi mumkin emas hamda muddatli harbiy xizmatchilari jarima solinishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. Demak, 17-moddamizda chet el va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, chet el fuqaroligi va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ma'muriy javobgarligi. Demak, O'zbekiston Respublikasi hududida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar umumiy asosda ma'muriy javobgarlikka tortilishi lozim. 17-1-moddamiz maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun shaxslarning ma'muriy javobgarligi. Demak, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali ushbu kodeksning 125-moddasi 1-qismida, ya'ni xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalariga rioya etmaslik, 5 va 6-qismlari bundan ushbu moddaning yo'lning qatnov qismida chiziqlar bilan belgilangan talablarga rioya etmaslik, tashqi yoritish asboblaridan foydalanish qoidalarini buzish va yo'lovchilarga yoki piyodalarga loyiha charchatishga oid qismlar bundan mustasno. Bu yerda ko'rsatilgan moddalarimiz bor. 128, prim 1, prim 3 hamda 135-moddalarimiz transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan shaxslar taalluqli qismda. Ya'ni bu yerda ham ko'rsatib o'tilgan maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnik vositalar orqali yo'l harakati qoidalarini buzganligini qayd etish tariqasida, ya'ni ma'muriy javobgarlik transport vositalari mulkdor yoki mazkur transport vositasidan fuqarolik huquqiy munosabatlar asosida belgilangan tartibda foydalanilgan shaxs tortiladi. Bu yerda tezkor va maxsus xizmat transport vositalari, shuningdek ular kuzatib kelayotgan transport vositalari tomonidan yo'l harakati qoidalariga muvofiq imtiyozdan foydalanilgan holda sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnik vositalar orqali qayd etilgan taqdirda, ular kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim etganda haydovchilarning ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligi uchun javobgarlikka tortilmaydi va bu yerda 271-moddasiga asos tugatiladi. Bunda tez tibbiy yordam va yong'in qutqaruv bo'lmalarining transport vositalari tomonidan kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarganlik tasdiqlovchi hujjat taqdim etilishi talab etilmaydi. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik to'g'risidagi ma'lumot, jarima solinish haqida qaror chiqarilgan vakolat bo'lgan shaxsga yo'l harakati qoidalarini buzganligini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnik vositalar orqali qayd etilgan paytdan e'tiboran 48 soat ichida yuborilmagan taqdirda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ish ushbu kodeksning 271-moddasiga muvofiq tugatiladi. 17-2-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali qayd etilgan huquqbuzarliklar uchun shaxsning ma'muriy javobgarligi. Demak, ushbu kodeksning 227 prim 10-moddasining 2-qismida 227 13
moddasining 3-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan taqdirda deklarant yoxud uning ishonchli vakili ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu yerda ham 227 prim 16-moddasi 1-qismi nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan taqdirda bojxona organlari oldida majburiyatni o'z zimmasiga olgan shaxs ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu yerda ham ko'rsatib o'tilgan moddalarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali qayd etilgan bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzganligiga doir ma'muriy ishlarni ko'rib chiqishda huquqbuzarlik takroriy sodir etganligi e'tiborga olinmaydi. Ushbu kodeksning 321-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.